Assalomu alaykum hammaga. Bugun korzinkadan shunaqa mevalar olib keldim. Ularni yeb ko'rmaganman, endi ta'mini ko'ramiz. Wow! Bu nima meva? Hozir ta'mini ko'ramiz. Wow! Limonmi bu? Mandarinmi? Apelsinmi? Bismillah. Qanaqadir nordon apelsinni ta'mi ham bor. Bu apelsinning kattasi bo'lsa kerak. Bismillah. Bu qanaqa meva bo'lsa, biladiganlar bormi? Yozib yuboringlar. Ichidan qo'shimchalari ham chiqdi. Neobычный там. Qanaqadir. Boshqamga yoqar. Videom yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Podpiska ham bosib qo'yinglar. Bu mevalar menga yoqmadi, uchalasi ham. Sizlarga yoqadimi, yoqmadimi bilmadim. Yeb ko'ringlar, kommentariy yozib yuboringlar. Siz obzor qilgan mevalar menga yoqdi yoki yoqmadi deb.